Mayli, bu tepadagi monolitimiz, usta akalarimiz otida rishotkalarni to'qib solib, o'sha quyib bo'pti, mazgina ishlarim bilan bo'lib kechga qoldim. Xullas to'ldirib kelishyapti. Bu yoq tomondagi osilib turadigan monolit mana. Uni ham rishotkalari keyin aylanasiga qo'yishadi. Bu yoq nasib bo'lsa, bugun uzul kesil tayyor bo'ladi. Bugun 100% bo'ladi, ha? Nurbek aka 100% o'ring garantiyasi bilan. Bo'lsin-da, 100% bo'lsin. 150 bo'lsaring Bo'l, 150. 150%. Plitalarimizni bu yoq tomonlarini usta akalarimiz vaqt qilib moslashtirib chiqibdi. Uje gap yo'q. Даже mana bu monolitimiz kecha qo'yilgan, ustida yuribmiz mana. Ventilyatsionni shaxtamiz tomonni ham hamma joylarini qo'yib tashlashibdi. Молодцы. Men ham bularning ishini ko'rsam xursand bo'laman, dilim yayraydi. Nima sababdan deysizmi? Kelajagi sizga qo'rqmasdan mana endi mana shu plashatka qaranglar. Mana shu plashatka. Tak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta plita, 6ta mana monolit, 7ta, 8ta, 9ta plita bitta kottejga ketgan mana shu chegara. Mana bu yoq zinani proyomi edi, esinglarda bo'lsa agar. Hozir narigi obyektga o'tamiz. Bu obyektimizda usta akalarimiz o'rta devorni terib bo'ptilar o'zi. Mana bu yoqda oynani proyomini ustida qo'yiladi hali rishotka simlari bilan. Mana bu tombani bugun qo'ysanglar kerak, ha? Mana bu tombani ham, ha? Tamom. Bu yoq tomonimizda mana eshikning tepasi rigilmidi shunda usta aka? Ana rigillar terilib qo'yilibdi-da, ustidan g'isht terilishyapti o'zi. Zo'r. Bu hovlimiz o'zi 100% ajralibdi, ha? Bu yoqimiz qarindosh urug'larga dam oladigan, uxlaydigan, yotadigan joy edi. Mana bu yoq tomonimiz переговорный zal edi-da. В целом hamma ishlarga gap yo'q. Havo nargisiga o'tamiz. Tak. Assalomu alaykum. Usta aka, qanaqasiz? O'rtadagi chegara devor bitibdi, qoyil, gap yo'q. Bu yoq tomonlarimiz ham bitibdi. Hozir bu yoqda yana bitta devor. Assalomu alaykum usta aka, hormang. Bu yoq xonamiz ham pashti tayyor bo'libdi-yu. Tombalar qo'yilgan, ha? Ha, qo'yilgan. Qoyil, mana bu yoqlar ham qo'yilib, o'zi terilib bo'libdi. Mana bu eshikning proyomi bu ikkalovi birga edi, ha? Hojatxona vannamiz ham tayyor. Dam oladigan qarindoshlar uchun xonamiz ham tayyor. Xullas, xuddi shunaqa kottejlar qidirib yurgan tanishinglarga, qarindoshinglarga, hamkasbinglarga jo'natib qo'yasizlar.